Rossiyada yurgan, halol yo'l bilan boqishlik uchun uzoq safarlarga chiqqan odamlar, halol mehnat qilayotgan odamlar bilsinki, ular jihad qilyapti. Ayniqsa o'sha Rossiyada yurgan odamlar sovug'iga chidab, qiyinchiligiga chidab, ona xazayinni har xil aytayotgan so'zlarga chidab, yana bir ishlar bo'lib keyin halol mehnat qilishayotgan bo'lsa, bular jihodda. Bolam tilamchi bo'lmasin deyapti. Oilam ko'chada yurmasin, meni ayolim bu yerda yurmasin. Men erkak kishiman, shularni men o'zimni zimmamga olganman degan maqsadda bo'lsa, bular Allohning yo'lida. Kasb hunarda ayb bo'lmaydi, agar halol bo'lsa. U birovni oyog'idagi oyoq kiyimini kremlab qo'yadimi, ko'cha shupuradimi, arava tortadimi, birovni uyida ish qiladimi? Kasb hunar halol bo'lsa, unda ayb bo'lmaydi. Kiyimlari najosat bo'lmasin, lekin kiyimi pok bo'lsin. Farq shu yerda xolos.